Qulog'ingizdagi shovqin bor-ku, shuvlar, yana shifir ko'p narsadan bo'ladi-da. Keling bir narsani sinib ko'ring. Quloqdagi shovqindan. Mana Lavrovilis bor-ku, Lavrovilisni yaxshilab quyuq qilib qaynating. Tushundingizmi? Quyuq qilib qaynating yoki damlang. Ana shuni tomizing. Tushundingizmi? Uni tomizasiz yoki achchiq bodom yog'ini tomiz. Endi paxta bilan tiqib qo'ying keyin. Tushundingizmi? Ana o'shandan keyin yana bitta sabab bor. Ya'ni oshqozoningizda muammongiz bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi. Quloqda shing'illash bo'ladi. Shildir, shovqin, ichingizni yaxshilab bo'shatib oling. Nima bilan? Arpani qaynatayotgan payt sliva bor-ku, ya'ni olxo'rimi, qarolimi nima deydi, o'shani qo'shib qaynatasiz. Bu sizni oshqozoningiz davolaydi. Tushundingizmi? Hech narsa yemay turing paka. Yengil taomlaring. Miyadan ham bo'ladi. Miyada ya'ni bir narsalar to'planib qolgan. Miyani bo'lsa mana bu tozalaydi. Mana sariq pechak bor-ku, o'shani bir choy qoshiq yoki bir osh qoshiqni quritilganini 200 grammga solib, damlab yoki vodinoy banyaga yaxshilab bir qaynatib olib, vodinoy banyada. O'shani kun davomida iching. Miyani toza 21 kun, 2-3 hafta shunday qiling. Tushundingizmi? Hali miyata perichniy, ya'ni yalpiz haqida ham zo'r narsalar bor miyani tozalash uchun. Paka shuni qiling.